kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifan kelib qolganlarga hammaga assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan Komila Maqsudiy va yangi vlogimda sizlarni ko'rib turganimdan har doimgidek xursandman. Niyat qilaman vlogim har doimgidek sizlarga qiziqarli va eng asosiysi foydali bo'ladi va vlog har doimgidek traditsiya bo'yicha davom bo'ladi. Parvarishdan boshlaymiz. Bu vlogda aynan sochimga parvarishdan boshlaganman va sizlar bilan salomlashgunimcha boshida mana videoda siviritkani ko'rsatdim. Soch uchun siviritka va bu siviritka haqida Instagramda gapirib video qilib qo'ygandim va endi esa nihoyat vaqtim paydo bo'ldi va qo'llarim ham yetib bordi videoni montaj qilishga va sizlarga ham ko'rsatishga shoshib tezroq vlog обработка qildim. Xo'sh, bu siviritka soch uchun прям спасение deyman. Bu bir волшебный siviritka haqida gapirmoqchiman. Koreyskiy brend Michon Songdan chiqarilgan siviritka va soch uzunasiga albatta buni surasiz. Прикорневой, ya'ni ildiziga surish kerak emas. Agar siz sochlaringiz qanday qurib ketgan bo'lsa, ko'p akrashivание qiladigan bo'lsangiz, или umuman ukladkadan ko'p уже sinib shunaqa siri bo'lib qolgan bo'lsa, sizga bu mahsulotni juda ham tavsiya qilaman. Haqiqatdan qutqaradigan mahsulot ekan. Umuman aynan o'sha siviritka Koreyada 13 yildan beri soch uchun siviritkalar orasida birinchi o'rinni egallab keladi. Tasavvur qilasizmi, 13 yil demak sifati haqiqatdan ham o'ziga yarasha juda ham zo'r va men aytamanki, men bu siviritkani уже yarim yildan beri ishlatyapman. Shunaqa uzoq paytdan beri ishlatyapdim va sizlarga bu haqida gapirib hech ko'rsatmadim YouTube'imda va endi esa aytyapman va albatta ahamiyat bering. Bilmayman qanchalik O'zbekistonda sotuvda bu siviritka bor, balkim bordir ham, men bilmasam kerak, lekin men aytamanki, o'zimni shaxsiy tajribamda haqiqatdan zo'r siviritka ekan. Sochingizni qutqaradi. Haqiqatdan shunaqa chiroyli, silliq, живой qiladiki va uni ustiga защитasi bor, termozashitasi, ya'ni ukladka qilayotganingizda termozashita дополнительно sepib o'tirishingiz kerak emas. Haqiqatdan zo'r, yaxshi защита beradi va umuman men где-то 4 hafta ichida ishlatganimda haqiqatdan men natijani ko'rdim. Shuning uchun sizlarga ham juda ham tavsiya qilaman. Iltimos kadrni aylantirib ko'rib olinglar. Kadrga olib kelib yaqin qilib ko'rsatgandim. Va qanday shunaqa спасательный kruг kerak bo'lsa sochingizga, iltimos albatta ishlatib ko'ringlar. Men увереnaman, что sizlarga ham bu mahsulot yoqadi. Va keyin esa albatta yuzimni parvarishga o'tdim. Sochimni quritadigan paytimda asosan oxirgi payt tkаневый maskalar ishlatishga harakat qilaman. Bu yerda esa menda просто gidrogелевая maska ko'proq namlanish beradi. Men aktivlarni ishlatadigan odamman, yaxshi ko'raman. Retinol, har xil azolinoviy kislota, tranoksamoviy kislota yoki qanday pilinglarni ishlatishni yaxshi ko'raman. Shu sababdan ham восстановление men terimga albatta kerak. Men o'ylayman, hozirgi kunda hamma shunaqa aktivlarni ishlatsa kerak. Shuning uchun gidrofilni gidrogелевый maska bu oddiy bizani bu yerdagi Germaniyada IDM magazindan xarid qilganman. Agar Germaniyada yashaydigan qizlar meni kuzatayotgan bo'lsa, bu markani ko'rib уже menimcha tanishdi. Va umuman menimcha bu Sheibens ko'p davlatlarda sotuvda maskalari va umuman mahsulotlari bor. Endi esa sochimizni quritamiz. Umuman maskani yuzimga nанести qilishdan oldin albatta birinchi o'rinda toner emas, booster surdim. Peptidlar asosida. Chunki yuzni yuvganingizdan keyin masalan booster surib, keyin qanday boshqa toner sursangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha booster yanada kuchaytiradi qolgan ketidan surgan mahsulotlaringizni. Shuning uchun CosRxdan booster peptidlar asosida surdim. Keyin esa sevimli Abib brendidan tonerini ishlatdim. Agar teringiz yog'liq bo'lsa, ularni toneri sizga haqiqatdan zo'r to'g'ri keladi. Shaxsan men terim kombinirованный, shu sababdan men tonerlarga ham katta ahamiyat beraman. Menga увлажнение berish kerak, lekin при этом qanday bir jирный terimni yog'lantirib qo'yadigan toner kerak emas menga. Ko'pincha Koreya tonerlari ko'plari shaxsan meni terimda shunaqa ishlaydi. Shuning uchun bunga katta ahamiyat beraman va aynan Abib toneri kombinirованный yoki yog'liq terilarga to'g'ri kelar ekan. Teksturasi juda ham yengil, suvdek, lekin yuzingizga surganingizdan keyin tez singib ketadi, но при этом yaxshi качественный namlanish effekt beradi. Umuman effekt emas, natija beradi va uni ustiga yaxshi namlantiradi, но при этом yog'lantirib qo'yib termaydi teringizni. Xo'sh, men sochimni quritgunimcha sochlarim qalin, shuning uchun yaxshilab quritaman.
ildizlarni sochimni shuning uchun quritgunimcha где-то aniq 10 daqiqa o'tdi. Просто tushuntirganingizdek mani videom hozir tezroq aylanishda двойной обработками bilmayman qanaqa nomlanadi, ish qilib tezroq ko'rsatish uchun sizlarga, chunki o'zi umuman videolarim uzun bo'lib ketmasin deyman. Ha, ish qilib sochni ukladka qilgandan keyin albatta дальнейший уже keyin yanada har xil mahsulotlarimni ishlataman. No и albatta bu ekonomiya времени deyman, chunki sochingiz quriguncha тканевый maska surib olsangiz это всегда плюс. Ya'ni teringiz qurib ketmaydi. Sochingizni quritguncha baribir fendan xohlasangiz xohlamasangiz горячий воздух keladi va bu teri в какой-то степени baribir quritib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu lifehackga ham ahamiyat bering. Shuning uchun keyingidan esa endi peptidlar asosida yanada peptid. 30 dan keyin oshgandan keyin umuman peptidlarni ko'paytirish kerak retinol bilan. Shuning uchun menda peptid yoki retinol oxirgi payt juda ham ko'p parvarishimda. Keyin taniqli anuvadan sivorotka niatsin asosida va persik ekstrakti asosida. Bilasizlarmi, darrov aytaman, men uchun emas ekan, слишком легкий, juda ham yengil sivorotka bo'ldi shaxsan menga, lekin agar siz yosh qiz bo'lsangiz va такой легкий, такой bazaviy uhod kerak bo'lsa, aynan anuvan sivorotkalar sizga to'g'ri keladi deyman shaxsan. Lekin уже yoshingiz sal kattaroq bo'lsa, 25 plus teparoq bo'lsa, уже тогда bu sivorotka практически unaqa bir qanday effekt bermaydi, afsuski. Хотя niacinamid men sevgan bir moddalardan biri, juda ham universalniy modda deyman, но как-то men undan umuman hech qanaqa bir natija, to'g'risini aytsam, ko'rmadim. И еще плюс понятно, что anuvani sivorotkasida 15% adashmasam niacinamida, unaqa foizdagi или 10% adashmasam esimda yo'q, no unaqa foizli sivorotka albatta lipki bo'ladi, yopishqoq bo'ladi, chunki niacinamid o'zi shunaqa ximический narsa sostavida borki, agar 10% dan ko'proq 10% dan boshlab yoki sal ko'proq solsangiz, sivorotkaga nima boshqacha yordamchilarni tarkibiga qo'shmasangiz, baribir sivorotka lipki bo'ladi. Afsuski, uni shunaqa xususiyati bor va anuva sivorotkasida ham yopishqoq qanaqadir bir lipkosti bor ekan, и это они никак не смогли переиграть deyman rus tilida. Ну, men unaqa boshqacha qanday effekt ham kutmaganman, потому что aytgandek, это уже ximический xususiyat va uni o'zgartirish qiyin, afsuski. Lekin umuman lekin sivorotkani o'zinikiga kelganda juda ham yaxshi, lегкая sivorotka. Lekin wow qanday effekt kutmang. Ketidan kech qolyapman, ulgurmayapman to'g'ri vovремя aytishga, lekin ketidan keyin doktor Surikaldan emulsiyasini ishlatdim. Shikarniy emulsiya. Agar teringiz yog'li kombinirованный bo'lsa, aynan emulsiyasini ishlatib ko'ring, chunki ko'p kremlar menga ham to'g'ri kelmaydi, yog'lantirib qo'yadi, singib ketishi uzoq, ko'p narsalarni ishlatib ko'rganman, lekin aytamanki, u ayniqsa, lekin aynan doktor Surikal mana shu alfa kontrol lineykasi haqiqatdan yuzi ter insonlarga, yuzi yog'liq insonlarga haqiqatdan shunaqa zo'r to'g'ri kelar ekanki, men просто wow dedim va albatta uni yana qayta xarid qilaman. Xo'sh, sochim ukladka qilib bo'lgandan keyin ketidan yana просто масло sepib bordim, чтобы sal увлажненный bo'lib turish uchun. Va men esa tayyorman. Sochim ukladkam tayyor bo'ldi, lekin bu ukladka menda ko'p ushlanib turmaydi, sababi sochim og'ir va hech qanaqa lak yoki muslar ishlatmayman, yoqtirmayman. Но при этом легкий локон qoladi sochlarimda va albatta atir ishlataman, chunki atirlarni ham yaxshi ko'radigan insonman. Menga farqi yo'q, ertalabmi, kechqurunmi, atir любой moment sepib yuraman men. Azlarim, bugun bizda karnaval bo'lishi kerak. Qizim mana bunaqa shlyapa kiyib, ey ish qilib, men yopib qo'yay farzandini yuzi, ish qilib dugonalarim, qo'shnilarim bu dugonalarim. Va biz endi g'o'zanaqani kutyapmiz. Karnaval kelishini hozir. Azginim. Bu yil odam to'g'risini aytsam juda ham kam. Shakira kim edi? Гарри Поттер bo'lib kiyindilar. Qizim esa просто Heksa, как было на узбекском, ведьма ish qilib, ведьма yalmog'iz bo'ladimi? Yalmog'iz kampir kiyimini kiygandek bo'ldilar.
hech qilib endi kutamiz qachon boshlanishini. Va albatta karnaval boshlandi. Unaqa ko'p syomka qilmadim. Bu haqida boshqa eski videolarimda ko'p ko'rsatib gapirib o'tganman. Umuman Germaniyada kalta aytganda har yili fevralda karnaval butun praktически Germaniya bo'ylab o'tadi. Adashmasam, va karnavalda nima bo'ladi? Har xil shunaqa organizatsiyalar, firmalar, qanaqadir ish joylar, katta ish joylar mana shunaqa karnavalda принимают участие va karnavalda mana shunaqa har xil katta mashinalarni arendaga olib, shu firma, organizatsiyalar ishchilar mana shunaqa har xil chiroyli, qiziqarli bir kostyumlarga kiyinishadi, ko'rib turgandek, va hello deb baqirishadi va ko'plardan so'raganimda nima bu означает deganimda ko'plarni o'zi hattoki bilmaydi. To'g'risini aytsam, bilmaymiz, просто как приветствие deyishardi va eng asosiysi har xil o'yinchoqlar, shirinliklar раздавать qilishadi ham bo'ladi va bolalarga shunisi qiziqarli. Shu bilan karnaval o'tadi. Azizlarim, men o'zimga ikkita oftobdan saqlaydigan ko'zoynak zakaz qilgandim. Umuman ko'rsaman ikkita bunaqa model. Ikkalovini onlaynda ko'rib, wow dedim. O'zi birinchi mana bu modelga juda ham qiziqdim. Menga juda ham qiziqarli ko'rindi bu modeli. Shuning uchun birinchi o'rinda shuni onlayn korzinamga soldim. Keyin уже saytimda ko'rayotganimda mana bu model ham juda ham yoqib qoldi. Uni ham zakaz qildim. Umuman ko'zoynaklarga kelganda menda qanaqa problema? Bilmayman, hammada shunaqami yoki yo'qmi? Ishqilib, menimcha bu ham yomon emas. Po крайней мере, мне нравится. Ishqilib, eng muhimi ko'zoynakni birinchi, hattoki modniy, ne modniyligiga qaramayman. Birinchi o'rinda qanchalik menga это комфортно. Men o'zimga где-то 2 yilmi yoki 3 yil bo'ldi. Bitta ochkini xarid qilganman. Rosa tanlab o'shanisida to'xtagandim va haqiqatan haligacha sevib taqib yuraman shu ochkini. Yozdami, qishdami har doim mashinada solib qo'yaman и har doim o'zim bilan olib yuraman. То есть он со мной har doim. O'sha ochki juda ham xidovoy. O'sha paytda arzon emas narxga xarid qilganman. Haqiqatan ham, chunki problema в чем? Nimaga uni gapiryapman? Солнцезащитные очки taqib yurganimda, bilmayman, ahamiyat berganmisizlar yo'qmi, sizlarda bo'ladimi yoki yo'qmi. Shaxsan menda taqib yursam, bilmayman, 10 daqiqa balki o'tar yoki 20 daqiqa o'tar, keyin men tushunamanki, shu meni ochki sababdan, ochki taqqanim sababidan boshim og'rishni boshlaydi. Shunaqa siqib qo'yib, shunaqa напряжение paydo bo'ladiki, men ochkini yechishim bilan qanday bir deb qanaqadir mana shunaqa nafas olgandek bo'laman. Shu sababdan ko'zoynaklarga, oftobdan saqlagan ko'zoynaklarga juda ham ko'p ahamiyat beraman. Chunki birinchi o'rinda bu albatta ko'z atrofidagi teri yozda, ayniqsa umuman obto ko'paygan paytda birinchi o'rinda shundan saqlaydi bizani ochkilar. Birinchi o'rinda защита, umuman o'zimizdan zreniyamizni va ko'z atrofimizning terisini. Ikkinchidan это, конечно, образ, дополнение, ko'rinishingizga и все такое. И uchinchidan umuman yozda, ayniqsa qattiq oftob bo'lsa, ko'chada ko'p yurishingiz kerak bo'lsa, ochkisiz odam yura olmaydi, tем более yosh o'tgan sari. Men ham shuni tushundim. Shuning uchun ko'zoynaklarga, aynan солнцезащитный ochkilarga juda ham qattiq ahamiyat beradigan bo'ldim. O'sha bittasini xarid qilganman. Umuman boshimni og'ritmaydi. Qancha taqib yurmay, hech qanaqa напряжение, hech nima sezmayman. Как будто просто без очков, но при этом защитам borda yuraman. O'sha ochkimni juda ham yaxshi ko'raman. Keyin bu yil yana qishda har xillarini zakaz qilib bittasida to'xtadim. Unda ko'proq sifati bor. Lekin uni kuni bo'yi lekin точно taqib yura olmayman. Я понимаю, chunki rulda уже taqib kelganimdan, yechganimdan keyin я понимаю, что где-то легкое такое напряжение bor. Qattiq напрягать qildirmaydi, но все-таки какое-то напряжение bor. Shu sababdan ham har xil ochkilarni va bularni nima yetib beryapman? Bolani zakaz qilganimdan keyin har bittasini uyda bilmayman qancha taqib yurdim. Qizim har doimgidek, "Mama, ты заказала очки, теперь ты их будешь носить" deb yana gapirib qo'yadilar, kommentirovat qilib. Albatta dedim, chunki men taqib yurganimda tushunishim kerak. Naskолько я напрягаюсь yoki yo'q ochki taqishim bilan bir xil ochkilarni taqsizchi bir pasda men bitlaringiz siqib naprak bo'lib qoladi. Sizlarga tanishmi yoki yo'q bilmadim-u. Shaxsan lekin menda shunaqa. Shuning uchun buni taqqanimda ha dedim. Я ничего не чувствую dedim. Yana uyda ozgina yurdim. Хотя непривычно, bizda hali unaqa obto ko'p emas hozirgi sezonda martda, но при этом думаю, ладно, yurib ko'ray. Ничего, где-то
aldamayman 15 daqiqa yurgandirman, balkim 20, но мне это уже хватает, чтобы понять. Naоборот, yuzim tushib oldi или ochki manga tushib oldi bilmayman, но hech qanaqa bir напряжение ko'rmadim, чувствовать qilmadim. Shuning uchun albatta testировать qilib ko'rdim. Ha, keyingi momentda zakaz qilayotganimda ikkitasidan bittasini qoldiraman dedim. Lekin ikkalovi ham yoqyapti, shuning uchun ikkalovini qoldiramiz. Hatto bilasizlarmi, to'g'risini aytaman, men bilaman aniq bu ochkilarni, наверное, unaqa ko'p taqib yurmasam kerak. Chunki o'sha aytganimdek bitta любимый ochkiim bor. Солнцезащитный ushlayman в основном hamma yoqqa taqib yuraman. Но bir xillarda, чтобы менять образы, почему бы и нет, да? Ishqilib, iltimos, agar sizlarda ham shunaqa problema bor bo'lsa, ko'z oyninglar bilan, солнцезащитный ko'z oyninglar bilan kommentariyada yozib yuboringlar. Chunki men umr yo'ldoshim mana shunaqa desam, menda unaqa вообще problema yo'q. Men любой ochkini taqib yuraverishim mumkin deydilar и ha, bilmayman, erkaklarda boshqachami yoki yo'qmi, no yoki menda aynan shunaqa, shuning uchun yozib yuboringlar agar sizlarda ham shunaqa problema bo'lsa. Ну, men esa буду радоваться своим покупкам, deyishadi rus tilida ishqilib. Надеюсь, и сейчас я замечаю, что oynasi уже qirildi. Круто. Menimcha уже oynasini qirdim. Или artvorish kerak. Mayli. Ishqilib обязательно kommentariyada yozinglar. Xo'sh, azizlarim. Bu kadrda ozgina ishlatib bo'lgan kosmetikam haqida gapirib bermoqchiman. Уже produktlar yig'ilib qopti. Bu просто korobka, hali tugatmadim, shuning uchun bu haqida hali gapirmayman. Bu mahsulot. Ishqilib kadr o'chirdim sizlarga ko'rish uchun. Mana bu sivorotka, qosh va kipriklar uchun. Bu yerda hech qanaqa gormon yo'q, peptidlar hatto yo'q, chunki umuman maxsus bir forma peptidini любой sochchi o'stirib yuboradi, lekin hattoki o'sha peptid ham yo'q bu yerda. Bu yerda faqat o'simliklar asosida tuzilgan sivorotka, bu ispanskiy brend, transparent. Bulardan har doim retinolni olaman, ko'p ko'rsatganman, balkim bu yerda chiqar, bilmayman. Ishqilib, kiprigingizni qalin qilmaydi, bir qanday o'stirib, prям нарощенный effekt bermaydi, lekin yaxshi укреплять qiladi. Shu sababdan ham men yoqtirdim, shuning uchun ikkinchi korobkasini ham zakaz qilganman. Keyingi mahsulot toner. Bu Isntridan qizil piyoz asosidagi toner edi. Umuman ishlab chiqaruvchi aytganki, yog'liq terilarga juda ham yaxshi to'g'ri keladi va yog'lanadigan teri uspokоить qilib yog' chiqarishni kamaytiradi deganda, men to'g'risini aytsam hech qanaqa bunaqa taraflarni ko'rmadim. Oddiy bazaviy toner, hattoki men aytamanki, bu ko'proq normalniy va quruq terilarga yaxshiroq to'g'ri kelsa kerak, chunki yog'liq va kombinированный kojada bu uzoq singib ketishiga ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun wow demayman, lekin bazaviy tonerlar asosida juda ham yomon emas deyman. Keyingi mahsulot juda ham yaxshi ko'rgandim. Bu kremni Institutum brendi. Umuman bu nemetskiy brend. Shvetsariyada ularning laboratoriyasi o'ttiy mahsulotni chiqarishadi. Tarkibi bambichskiy deyman. Tarkibida hamma narsa bor, yo'q narsani o'zi yo'q. Teringizga такое сияние beradi. Конечно, bu eng asosiy moddalardan biri bu vitamin C edi, tripeptid edi. Ko'proq baribir aytamanki, normalniy yoki yuz teri quruqlarga yaxshi keladi, chunki menda kombinированный ter baribir yozda sal yog'lantirardi. Sal shu sababdan aytamanki, agar sizda mendagi ter bo'lsa, kombinированный, demak, qishda ishlatganingiz yaxshi. Agar quruq yoki normalniy bo'lsa, va оцените, ter haqiqatdan prям сияние berib chiroyli qilardi. Шикарный крем. Keyin Сьюскин, bu космецевтика корейская. Bu запатентованный vitamin U, Koreyani Minzdrafi hattoki shu mahsulot uchun maxsus byudjetdan pul chiqarib, они отделили как бы бюджет, чтобы они сделали этот продукт, rus tilida aytganda. Ko'p taraflama ishlaydigan sivorotka, bitta plusi tez singib ketadi. No bir wow effekti kutmanglar. Men to'g'risini aytsam, bu mahsulotdan juda ham ko'p narsa kutgandim, но как-то bazaviy какая-то sivorotka bo'lib qoldi menga. Maqtolmayman va bilmadim. Afsus, нормально. Abib, просто шикарный бренд deyman.
bu xautuniya, ya'ni to'g'ri aytgandim, tarkibida bor eng asosiy bir ingrediyentlardan asosi. Umuman menimcha birinchi bo'lib Habib mahsulotlariga aynan shu moddani qo'sha boshladi adashmasam. Просто шикарный brend. Yuzi yog'liq, terli. Agar teringiz yog'liq bo'lsa, вы оцените этот продукт. Shunaqa шикарный. Men shunaqa ham yaxshi ko'rdim. Bu essensiya tonerdan keyin buni surardim. За секунду, вот прям сурдис сingib ketdi, и тeringiz такой матовый, но при этом напитанный, такой очень красивый эффект berardi. При этом yaxshi namlantiradigan effekti bor. No, teri umuman yog'lantirmasdi. Faqat maqtayman va juda tavsiya qilaman bu mahsulotni. Это коробка от... это soch uchun сыворотка. Haligacha ishlatyapman. Agar Instagramda meni kuzatsangiz, ko'rgansiz, bu mahsulot haqida gapirganman. Просто шикарный mahsulot deyman. Keyin bu mahsulotni hali ham ishlatyapman. Ko'z atrofi uchun krem, balzam, All Clean Balm. Heymishdan просто шикарный, rosa zo'r mahsulot. Nima deyishim mumkin? Boshqa hech narsa deyolmayman. Это прям pioner balzamlarning orasida. Ko'zingizni achitmaydi, juda yaxshi yuvib tashlaydi makiyajingizni, SPF ham yaxshi yuvadi. Просто klass. Hech narsa deyolmayman. Mana bu esa вообще любовь bo'ldi. To'g'risini aytsam, albatta buni qaytaraman. Bu ham yuzdan yechiladigan balzam, ish qilib ko'rib turganingizdek ozgina qolgan. Buni hozir bitta qo'limda kamera bo'lganga ko'rsatolmayman. Ish qilib buni bunday aylantirsangiz, men bitta именно dozirованный chiqardi shu balzam. Tarkibida ozgina qanday nima modda bor edi, esimda yo'q. No, вы знаете, он nafaqat makiyajingizni yechib yuvadi va SPF olib tashlaydi, lekin yana мелкий такой частичкалari bor edi. Слегка peeling effekt ham berardi. Просто шикарный. Ozginasini chiqarasiz, butunlay yuzingizga yetadi. Hatto bu ob'yomi kichkinaroq, ham boshqa qanaqalarga 50 milligram. Masalan, bu 120 edi, adashmasam. Xush o'chib ketgan, ko'rib ham bo'lmaydi. Lekin bu yerda ko'proq, masalan, balzamdan bu yerda kamroq bo'lsa ham, lekin xuddi bunga o'xshab shunaqa muddatga yetadi, uzoq muddatga yetadi va просто шикарный. House of Hur или Hur deb o'qiladi. Zo'r mahsulot chiqargan ekan. Aynan shu bitta balzamni ishlatib ko'rdim va juda ham yoqtirdim. Agar yaxshi qanday qiziqarli balzam qidirayotgan bo'lsangiz, buni xarid qilib ko'ring. Ayniqsa peeling qilmoqchi bo'lsangiz, просто шикарный. Keyin patch ko'z atrofi uchun men retinol ishlatganimda, qaysi brenddan edi? Esimda, S&P niki. Retinol ko'z atrofimga ishlatganimga juda ham quritib yuborgandi ko'z atrofimni va qanday поддержка sifatida aynan shu patchlarni zakaz qilgandim. Ichida nimadir qolganmi? Da, ish qilaman. Ikkitagina patch qolgan ekan. Hozir buni ochib o'tirsam ocholmayman. Bitta qo'l bilan uzr ish qilib. Tak себе patch, bilmayman. Men hech qanaqa bir wow effekt ko'rmadim. Umuman men patchlarni sevadigan inson emasman, но дополнительно qanday увлажнение, уход bo'lsin deb patch zakaz qilgan edim. Nичего особенного. Centella asosida va shunaqa har xil bazaviy namlantiruvchi mahsulotlarda mana aytgandek Ramid, yana mana hali aytganimdek bularni retinolni olaman va peptidlarni ham olaman. Cooper Peptid просто шикарный brend. Bu hammasi bitta brendga. Bu transparent, Ramid hammasi bitta laboratoriyaniki. Nisha Beauty Lab deb nomlanadi. Ispanskiy brend, ularning o'zini собственный laboratoriyasi bor va bir ikkita har xil brendlar chiqargan va просто шикарный mahsulotlar chiqarishadi. Hamma mahsulotlari рабочий deyman. Shuning uchun bu yerda menda Ramid Cooper Peptid asosidagi bir ko'rsatgandim. Ko'k sivorotkam. Cooper Peptid uchun ko'rasizlarmi? Hamma yoq ko'k bo'lib yotibdi. Ish qilib super peptid juda ham qattiq modda, ko'p taraflama ishlaydigan mahsulot. Shuning uchun men juda ham yaxshi ko'rib ishlatgandim. Albatta buni ham qaytaraman. Men aytganimdek, Nisha Beauty Lab saytidan aynan Ramid yoki mana bu transparentdan markalarni juda ko'p xarid qilaman. Aytganimdek, formulalari juda ham zo'r ularni. Keyin Mary & Maydan tirnoqsamoviy kislota va glutatsion asosidagi ko'z atrofi uchun krem. Bilasizlarmi? Bir qanday осветление ko'rmadim. Хотя tirnoqsamoviy kislota dog'larga qarshi ishlaydigan mahsulot. Bir qanday yaxshi осветление ko'rmadim va umuman hattoki namlanish effektini ham ko'rmadim. Hatto oxirigacha ishlatganman, ko'rib turgandek, no
nичего qanday bir yaxshi plus tarafini ham aytolmayman, minus tarafini ham aytolmayman. Ну, крем как крем. Даже, знаете, что обидно, что bir нормальный увлажнение ham bermadi. Shuning uchun hech narsa unaqa bir yaxshi aytolmayman, но super yomon ham deya olmayman. Двухфазный Marine Maydan essensiya edi. Judayam boy essensiya deyman. Plotniy teksturali. Qishda maza qilib buni ishlatdim. Ayniqsa retinol ishlatganimdan keyin yaxshi увлажнение berardi. Agar teringiz quruq bo'lsa, ishlatib ko'ring, albatta. Normalniy bo'lsa, может быть, sizga kerak emas, lekin agar mendek inson bo'lsangiz, retinol yoki aktivlarni ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, pilinglar ishlatadigan bo'lsangiz va qanday восстановление kerak bo'lsa, mana bu essensiyaga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Keyin vitamin C Skin and Lab'dan yuzi quruq insonlarga buni tavsiya qilaman. Menga такой masляный tekstura deydi. Yaxshi ishlaydi. Vitamin C sifatida o'zini ishini qiladi, просто teksturasi совсем emas. Mana terimga unaqa bir yaxshi to'g'ri kelmadi. Singib ketishi uzoqroq edi va masляный teksturalarni men unaqa yoqtirmayman. Agar siz aynan mana shunaqa yog'liq teksturalarni yoqtirsangiz va qanday yaxshi увлажнение bo'lishi yoqtirsangiz, ya'ni teringiz quruq bo'lsa, это вы оцените. Ну, а так vitamin C lekin рабочий deytaman sizga darrov. Teksturasi bilan tuslashmadim. Kalibridan bu немецкий brend, Frankfurtda ishlab chiqariladi aytgandek, современный brend. Antioksidantlar sivoritkasi resveratrol, самый активный и супероксид дисмутаза. Ну, это вообще крутой ingredient, lekin aytamanki, teksturasini men ham bu bilan do'stlashmadim. Uzoq singib ketardi, tekstura juda ham og'ir edi, singishi uzoq va ko'p boshqa mahsulotlar bilan to'g'ri chiqishmasdi. Tonerdan keyin sursangiz skatываться qilardi, toner ishlatmasa bo'lmaydi. Yana agar tonerni surib bir 5-10 daqiqadan keyin buni sursam ham через какое-то время o'zi skatываться qilib ketardi. Поэтому bilmadim kimga buni tavsiya qilish mumkin, но aniq bu mahsulotga men qaytmayman. Дальше Narcis Rodriguez sevimli bir atir chiqaradiganlar marka brendlardan biri. Muskus, agar yaxshi ko'rsangiz eshitib ko'ring, bu atirlari bir o'zgacha juda xarakterli insonlarga deyman va eng qiziqarligi aynan bu atirni taqqan kunim ko'plar menga kompliment qilardi va aytardiki, hamma eng qiziqarli nima desa, "O, это же белый нарцисс" deyishardi. Hamma ko'plar aytardi, "Voy, это у тебя сегодня белый нарцисс" deb. Nimagadir hamma oq narsiss deb buni nomlar edi, видимо, из flakoni deb, chunki bunda qizili bor, qorasi bor, rozovisi bor, har xillari bor. Видимо, ko'plar bu atir aynan shu белый нарцисс deb eslab qolgan, assotsiatsiyasi bo'lsa kerak. Очень красивый аромат. Шлейф просто шикарный bundan. Agar eshitib ko'rgan bo'lsangiz, taqib ko'rgan bo'lsangiz, tushunasiz nima haqida gap ketayotganini. Bu erkaklarniki, bilmayman, видимо, erim ishlatib mana anaqamga tashlab yuborganlar. Keyin nahotki shu klavudan klavu bilmayman, ishqilib koreyskiy brend Lip Sleeping Pack lab uchun maska edi, shikarniy. O'zi ham shuni to'g'risini aytaymi, 3 yil jami ishlatdim. Har kechasi ishlatganimda shunaqa uzoq paytga yetdi, no shunaqa zo'r yordam beradi. Agar lablaringiz qishda ayniqsa juda ham qurib ketib treskаться qiladi deyishadi rus tilida. Agar shundan bo'lsa, albatta xarid qiling. Просто shikarniy mahsulot. Men sevib ishlatardim. Oxirigacha buni yalab ishlatdim desam ham to'g'ri bo'lsa kerak. Ko'rasizmi, hech narsa tagida qolmagan, но еще ishlatganingizda ham rosa ko'p uzoq vaqtga yetadi. Поэтому bitta olsangiz, minimum har kuni agar mendek ishlatsangiz, 3 yilga yetadi sizga. Super увлажнение beradi. Kostebagha. Bularning vitamin C juda ham zo'r. Mana shunaqa oddiy sivoritkalarni chiqarishadi. Men esa azlainova kislota sodasidagi mahsulotni olgandim. Bu asosan ko'proq yuzda qanday vоспалениялар bor insonlarga to'g'ri keladi. Ya'ni qanday nima edi, akne ishqilib shundaylar esimga tushmayapti. Mitteza degan gap nemis tilida ishqilib shunaqa, agar yuzingizga narsa toshmalar chiqadigan bo'lsa, shamollashlar bo'lsa, yordam beradi. Ko'proq hattoki bilasizmi, bu post aknega yordam beradi. Ya'ni yuzingizga narsa chiqqandan keyin dog' qoladi. O'shani ketkazmoqchi bo'lsangiz yordam beradi. No, darrov aytaman, tekstura super
maslinaya nimalardir qo'limga yopishib ketyapti, bilmayman. Ahamiyat bermayman, mana nima bu, господи. Lekin teksturasi juda ham maslinli edi va shu sivırtka asosida man ko'pincha massaj qilardim. Поэтому agar teringiz quruq bo'lsa va post aknalaringiz, dog'laringiz bo'lsa yoki qanaqadir ozgina yengil уровеньdagi, stependagi toshmalar bo'lsa, yordam beradi sizga bu. Aynan Kostbaxa bu ham koreyskiy brend. Aynan ACE, ya'ni azelainovая kislota asosidagisini olsangiz bo'ladi. Ularning vitamin C bor, ham juda ham zo'r va umuman boshqa qanaqadir aktivlar asosidagi sivırtkalari ham ko'p. Tak, nima qoldi? Tak, bu rol, ko'z atrofi uchun rol. Oddiy bu Germaniyada DM magazindan topsangiz bo'ladi yoki Rossmann retinol asosida. Umuman No Cosmetics brendini yaxshi ko'raman. Juda ham zo'r mahsulotlarni chiqarishadi, tarkibi juda ham yaxshi. Bir ikkita mahsulotlari рабочий deyman. Juda meni qo'lim nimaga unaqa bir moment. Lekin mana bunisi aytamanki, такая легкая сыворотка ретинол asosida, там ретинол практически нулевой deyman. Да. Кстати, yana mana Narcis Rodriguez, bu esa qizili тяжелая артиллерия aytishadi-yu. Atirlar orasida очень qattiq og'ir. Buni har kuni taqib yurishga umuman hech kimga tavsiya bermayman. Ko'plik ko'tara olmasa ham kerak. Men buni to'g'risini aytsam, уже kiydi urdi menga, burnimga. Buni просто настроением bo'lgan paytda yoki qanaqadir вечерлigi qayergadir borsangiz, ko'p odamlar bor joyga boradigan bo'lsam, buni taqardim. Shunda siz выделяться qilasiz. A так, если har kuni taqib yursangiz, odamlar yig'lab yoradi, boshini og'ritib yoradi sizni. Ya'ni siz ularni boshini og'ritib yorasiz bu atirni agar taqsangiz. Поэтому это по особым случаям taqiladigan, красивый, albatta zarur aytaman, шлейфовый aromat deyman. Mana esa yana qaytamiz. Tiramid ko'rayotganingizdek qanani ko'pirpeptidim. Mana Tiramid brendidan retinoli va to'xtab turinglar. Mana как раз bu stolikimda turibdi. Ikkinchi bankasi, uni ham tugatdim. Bu retinol. Men ularni retinol juda ham yaxshi ko'raman. Bu ito retinal formasi. Buni ham уже tugatdim. Mana hozir praktiski kecha menimcha tugatdim. Hozir olib buni ham solib qo'ymoqchi edim. Ko'rib turganingizdek, Tiramidni bu juda ham yaxshi ko'raman. Mahsulotlari aktivni ishlaydigan, effekt beradigan va narxi ham o'ziga loyiq. Juda super qimmat emas, super arzon emas. No, bu formulalarga yarasha deyman. Shuning uchun men ularni juda yaxshi ko'raman. Effekt beradigan mahsulotlarni ishlataman. Effekt beradigan mahsulotlar, ya'ni haqiqatdan ham. Va yana nima qoldi? Это какой-то пробник. Хару Wanda. Да, это просто заказ nima edi, sovg'a sifatida kelgandi. Ничего. Qora guruch asosidagi toner, toner как toner, да, они все такие базовые. Va oxirgi narsa, да, hech narsa qolmadi уже практически. Bu Herba Fresca Guerlain. Bu atirni agar eshitsanglar yozda taqiylar keladi. Yoz полный ассоциация. Menda shaxsan yozda sepsiz buni taqqaningizdan keyincha shunaqa освежать qilib qandir холодок beradi. Bilmayman, как будто bu bodringni meta bilan aralashtirgandek, qandir bilmayman, juda ham qiziqarli effekt bo'ladi. Очень интересный аромат, но дару aytaman, это в основном ko'proq yoz aromati. Maza qilib taqardim, prям muzlatadi. To'g'risi sepganingizdan keyin bukvalno 2-3 sekundadan keyin siz shuni sezasiz. Sizni nimadir muzlatgandek, qandir холодок keladi. Shikarni aromat. Yoz uchun просто shik deyman. Qishda, наверное, bu eshitilmasa kerak. Bilmadim shaxsan men uchun, lekin men uni faqat yozda ishlatardim. И albatta o'sha Guerlainni именно mana shu Aqualigoriya har xil mana shu lineykasida har xil anaqalar bor, atirlar bor. Поэтому men sevaman Guerlainni, to'g'risini aynan shu Aqualigoriyasini. Shuning uchun tavsiya qilaman. Herba Frescasi juda ham yoz bilan ассоциироваться qiladigan легкий chiroyli atir. Такой прям shirin emas, но прям освежает, шикарно. Поэтому o'zini narxiga просто шикарная вещь. Xo'sh, и все, bo'ldi. Bu уже har xil kirishkalar qopti. И какие-то пробники qo'ygan.
Ular haqida esa gapirib ham o'tirmayman. У меня какая-то сыворотка была, это просто будто DMdan xarid qilgandim. Bilasizlarmi nima deyman hozir esimga tushdi, hozir anaqa qotganda ko'zim rosa qichitgandi. Shuning uchun agar Germaniyada yashaydigan qizlar ko'radigan bo'lsa, tavsiya qilmayman buni. Mana shu hamma ishlatgan mahsulotlarim. Niyat qilaman sizlarga bu video vlogim qiziqarli va foydali bo'ldi. Sizlar bilan Komila Maqsudiy bo'ldi va sizlarim keyingi video vloglarda ko'rishguncha paka-paka.